va axborot vositalari odoblari. Hozirgi zamonning o'ziga xos xususiyatlaridan biri matbuot va axborot vositalarining mislsiz rivojlanib, insonlar hayotida o'ta muhim o'rin egallaganidandir. Matbuot va axborot vositalari inson hayotiga ta'sir o'tkazadigan omillarning eng kuchlisiga aylanib qoldi. Matbuot va axborot vositalari kishilarga turli ma'lumotlar, xabarlar va haqiqatlarni yetkazish orqali ma'lum hodisa yoki muammoga nisbatan baho beradigan va chora ko'rishga yo'naltiradigan kuch sifatida maydonga chiqdi. Boshqacha qilib aytganda, matbuot va axborot vositalari tarbiyaning ajralmas qismiga aylanib qoldi. Ularning ikkalasi ham inson dunyoqarashini shakllantiradi, kezi kelganda o'zgartiradi. Ularning ikkisi ham shaxslarga hayot voqeligiga moslanishda yordam beradi. Ularning ikkisi ham inson hayotining barcha sohalariga kuchli ta'sir o'tkazadi. Hozirda matbuot va axborot vositalari turli-tuman va xilma-xil bo'lib ketdi. Radio, televizor, kundalik, haftalik, oylik va mavsumiy gazeta, jurnallar, rang-barang saviyadagi kitoblar, tasmalar va disklar, kompyuter va qo'l telefonlari, internet va uning turlari hammasi matbuot va axborot vositalaridir. Shu bilan birga, matbuot va axborot vositalari faqat xabar yoki ma'lumotni yetkazish bilan kifoyalanib qolmaydi, balki ularni tahlil va tanqid qiladi. Ularni kasb va tijoratga ham aylantiradi, istasa ta'lim va tarbiyaga ham aylantiradi. Matbuot va axborot vositalari dunyoda bo'layotgan hodisalar haqidagi xabar va ma'lumotlarni kimnidir mashhur qilishga ishlatsa, kimnidir sharmanda qilishda foydalanish ham mumkin. Matbuot va axborot vositalari mazkur narsalarni haqiqat himoyasiga ham, botil tarqalishiga ham, hodisalarni buzib ko'rsatishga ham ishlatishi mumkin. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, matbuot va axborot vositalari bugungi kunda xohlagan tarafi bilan xohlagan narsasini kesadigan ikki tig'li xanjarga aylanib qoldi. Shuning uchun ham matbuot va axborot vositalarini to'g'ri yo'lga solib turadigan omilga ehtiyoj kuchaydi. Matbuot va axborot vositalari va ulardagi xodimlarning yuksak insoniy sifatlar bilan sifatlanishi zarurati kuchaydi. Buning uchun turli qonunlar, tartib va nizomlar, boshqa hujjatlar ishlab chiqildi va qabul qilindi. Matbuot va axborot vositalari xodimlaridan har biri ta'sir ko'rsatuvchi shaxsdir. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, matbuot va axborot vositalarida xizmat qiladigan shaxslar jamiyat va uning a'zolariga ta'sir o'tkazuvchilardir. Shuning uchun ularning barchasi yaxshilik tarafdori va yomonlik dushmani bo'lishlari lozim. Ular odamlarga yaxshilikni ravo ko'rib, yomonlikni ravo ko'rmasliklari kerak. Ular yaxshilik yo'lida kurashib, yomonlikni rad qilishga harakatda bo'lishlari zarur. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه الخمسة إلا البخاري. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه دان روايات قلناده. نبي صلى الله عليه وسلم: sizdan kim bir munkarni ko'rsa, o'shani qo'li bilan o'zgartirsin. Agar qudrati yetmasa, tili bilan, agar bunga ham qudrati yetmasa, dili bilan. Ammo bunisi iymonning eng zaifidir, dedilar. Muslim, Abu Dovud, Tirmiziy va Nasa'iy rivoyat qilganlar. Munkar ish deganda din, shariat tomonidan inkor qilingan yomon ish tushuniladi. Chin mo'min inson o'z jamiyatida bo'layotgan munkar ishni ko'rib bilib turib befarq qola olmaydi. Munkar ishni tili bilan qaytarish matbuot va axborot vositalarida xizmat qiladigan shaxslarning ham ishidir. Ular tili bilan gapirib, qo'li bilan yozib, munkar ishning yomonligini bayon etadi, uni qilmaslikka chaqiradi. Bu ish har bir imkoni bor mo'minga vojibdir, iymoni taqozo qilgan burchdir.
Matbuot va axborot vositalari yaxshilikka chaqirish vositalaridir. Bugungi kunimizda matbuot va axborot vositalari o'ta ta'sirli tashviqot quroli o'laroq keng jamoatchilikni, katta kichikni yaxshilikka, xalqni birdamlikka chaqirish vositasi bo'lishi kerak. Shuningdek, ovoz va surat, yozuv va ko'rsatuv hamda boshqa vositalar orqali ilm, ma'rifat, odob, axloq tarqatish omili bo'lishi lozim. Xuddi shu o'rinda yaxshilikka chaqiruvchi matbuot va axborot vositalari xodimlarining ishlari o'ta savobli ekanining dalili sifatida bir hadisi sharifni keltirishga ijozat bergaysiz. Abi Mas'ud al-Ansari qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Man dalla ala khayrin falahu mislu ajri fa'ilihi." Ravohu al-arba'ah. Abu Mas'ud Ansari radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: kim bir yaxshilikka dalolat qilsa, unga qiluvchining ajri mislicha ajr bor dedilar. Buxoriy, Muslim, Abu Dovud va Tirmiziy rivoyat qilganlar. Yaxshilik qilish juda savobli ish. Shu bilan birga ana shunday yaxshilikka dalolat qilish, ishorat qilish, unga yo'llab qo'yish ham nihoyatda yaxshi ishdir. O'sha yaxshilikni qilgan odam qancha savob olsa, mazkur yaxshilikka dalolat qilgan odam ham o'shancha savob, ajr oladi. Matbuot va axborot vositalari yomonlik va razolat vositasi bo'lmasligi kerak. Har bir matbuot va axborot vositalari vakilidan odamlarni zalolatga, yomonlikka, razolatga va gunoh ishlarga chaqirmaslik talab etiladi. Bu zalolatga, yomonlikka da'vat qilayotganlardan uzoqda bo'lsin. Ularga xayr-xohlik ko'rsatmasin. Odamlarni ham ulardan ehtiyot bo'lishga chaqirsin. Bo'lmasa, oqibati yaxshi bo'lmasligi muqarrar. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qala: "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim shay'an." ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية قلنده نبي صلى الله عليه وسلم kim hidoyatga chaqirsa, unga o'ziga ergashganlarning ajrlaricha ajr bo'ladi. Bu esa ularning ajrlaridan hech narsani kamaytirmaydi. Kim bir zalolatga chaqirsa, unga o'ziga ergashganlarning gunohlaricha gunoh bo'ladi. Bu esa ularning gunohlaridan hech narsani kamaytirmaydi dedilar. Muslim, Abu Dovud va Tirmiziy rivoyat qilganlar. Matbuot va axborot vositalari vakili kishilarni zalolatga chaqirsa, ular uning yomon chaqirig'i bois adashib zalolatga ketishlari, yomonlik va gunoh ishlar qilishlari mumkin. Ana shunday yomonlik va razolatga undagan matbuot va axborot vakiliga odamlarni yomonlik va razolatga chaqirgani uchun oladigan gunohi ustiga uning chaqirig'i ila yomonlik va razolatga ketganlarning amallariga berilgan gunohlarning barchasi yuklanar ekan. Shu bilan birga yomon amal qilganlarning gunohi kamayib ham qolmas ekan. Matbuot va axborot vositalari vakili odamlarga taqdim qiladigan narsasining oqibati qanday bo'lishini yaxshilab tafakkur qilishi lozim. U ko'ringan va qo'liga tushgan narsani orqa oldiga qaramay tarqatib yuboraverishi mumkin emas. Balki har bir narsani chuqur o'ylashi, aql, odob, axloq, shariat tarozisiga solib ko'rishi zarur. Har bir xabarni naql qilishdan oldin uni yaxshilab tekshirib, aniqlab olishi kerak. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qala: "Kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Ravohu Abu Dawud va Muslim. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kishiga gunoh uchun eshitgan har narsasini gapirmoqni o'zi kifoya qiladi dedilar. Abu Dovud va Muslim rivoyat qilganlar. Odamlardan eshitgan narsasini surishtirmay, boshqalarga naql qilaverish gunoh bo'ladi.
chunki bu narsa kishilar o'rtasida turli asossiz gaplarning tarqalib ketishiga sabab bo'ladi. Ularning ko'pi yolg'on bo'ladi. Eshitgan gapini odamlarga gapiraverish yolg'onchilikka olib borishi shundan. Shuning uchun Alloh taolo huzurida gunohkor bo'lishdan qo'rqqan matbuot va axborot vositasi xodimi eshitgan gapini tekshirmay tarqatavermasligi lozim. Matbuot va axborot vositalari vakili turli bo'lmag'ur mishmishlar, qabohatlar va behayo narsalarni tarqatishdan o'zini saqlashi kerak. Bunday narsalarni odamlar ichida tarqatish juda yomon ish hisoblanadi. Bu faoliyat shaxslarga va jamiyatlarga katta ta'sir va zarar yetkazadi. Shuning uchun ham bu Qur'oni Karimda qattiq qoralangan. Alloh taolo Nur surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallohu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Albatta, iymon keltirganlar ichida fahsh ishlar tarqalishini yaxshi ko'radiganlarga bu dunyoyi oxiratda alamli azob bordir. Alloh biladi, siz esa bilmassiz. Kishilar orasida bo'lmag'ur mishmishlar, qabohat va fahsh, uyat, odobsiz gaplarni tarqatish naqadar katta gunoh ekanini ushbu oyatdan bilib olsa bo'ladi. Mazkur ishlar haqida mishmish tarqatish o'sha ishning o'ziga barobardir. Fahsh gaplarni gapirish, unga taalluqli boshqa vositalarni tarqatish, targ'ibot qilish, tarqalishiga sababchi bo'lish, hammasi alamli azobga loyiq ulkan gunoh ekani turgan gap. Islom fahsh, buzuq ishni man qilar ekan, unga olib boradigan barcha sabablarni ham man etadi. Ushbu mavzudagi bo'lmag'ur gaplarni jamiyat a'zolari orasida tarqatish kishilarning odob axloqini buzadi. Shunday gunoh ishlarga chorlaydi, jamiyatni odobsizlar, axloqsizlar, buzuqlar jamiyatiga aylantiradi. Shuning uchun ham buzuq gaplarni gapirish dinimizda man qilinadi. Bordiyu shunday gapga hujjat dalili bo'lsa, jiddiyatni ko'zlasa, kerakli joyga borib gapirib, guvoh keltirsin. Aybdorlarni jazolashni yo'lga qo'yishda xizmatini ado etsin. Shunda musulmonlar jamiyatining poklashga hissasini qo'shgan bo'ladi. Ammo bekordan bekorga kishilarda shahvatni qo'zg'atadigan, beodob xayollarni uyg'otadigan gaplarni odamlarga turli vositalar orqali so'zlamasin, yozmasin, ko'rsatmasin, bunday bemaza ishlarni targ'ib qilmasin, yo'qsa alamli azobga duchor bo'ladi. Oila a'zolarini matbuot va axborot vositalarining salbiy ta'siridan himoya qilish. Musulmon inson matbuot va axborot vositalarining o'z oilasiga ko'rsatishi mumkin bo'lgan salbiy ta'sirini yaxshi bilib, uning oldini olish uchun barcha choralarni ko'radi. Albatta, mazkur vositalarning odob, axloqni, fikrni va his-tuyg'ularni buzishi birinchi o'rinda turadi. Ammo shu bilan birga bu vositalarga berilib, umrni behuda o'tkazish balosidan ham asranish lozim. Hozirda bolalar, ayollar, hatto erkaklar ham kerakli ishlar bilan mashg'ul bo'lmay, ertadan kechgacha televizor tagida, kompyuter oldida, boshqa matbuot va axborot vositalari iskanjasida aziz umrlarini behuda o'tkazishga odatlanganlari sir emas. Bunda bolalar darsidan, ayollar uy yumushidan, kattalar ahamiyatli ishlaridan qolishlari juda afsuslanarli. Bunday behuda ishlarni ish joylarida ham davom ettiradiganlar yo'q emas. Albatta, har bir narsaning ma'lum me'yori bor. Jumladan matbuot va axborot vositalaridan foydalanishning ham me'yori bo'lishi kerak. Ulardan o'ziga, oilasiga, xalqiga va vataniga foydali bo'ladigan narsalar haqida ma'lumot olish mumkin. Buning uchun rejali ish yuritish kerak bo'ladi. Ma'lum soatlarda ma'lum narsani ko'rish, o'qish yoki eshitish mumkin. Hozirda matbuot va axborot vositalari juda ko'payib ketdi. Ular taqdim qilayotgan narsalarning foydalisi ham bor, zararlisi ham bor. Inson ularning foydalisidan me'yorida foydalanishga va zararlisidan butunlay chetlanishga odatlanishi lozim. Oila a'zolari va bolalarini ham shunga o'rgatish kerak. Bu ishda esa ta'lim va tarbiya alohida muhim o'rin tutadi.
o'zini, oila a'zolarini, bolalarini matbuot va axborot vositalarining salbiy ta'siridan saqlash uchun man qilish vositasi eng oson uslub hisoblanadi. Lekin buning ko'zlangan natijani berishi qiyin bo'ladi. Misol uchun uyda man qilinsa ko'chada, tanish-bilishnikida yoki boshqa joylarda taqiqlash qiyinlashadi. Shuning uchun man qilishni ham o'z yo'lida amalga oshirish bilan birga insonning o'zini tarbiyalash orqali ma'naviy man qiluvchi malakani hosil qilishga urinish lozim bo'ladi. Har bir inson, ota-ona, bola, matbuot va axborot vositalari ko'rsatishi mumkin bo'lgan salbiy ta'sirdan o'zidagi mustahkam tushuncha kuchi ila chetlanadigan malakaga ega bo'lishi lozim. Buning uchun esa mazkur narsalarga vaqt, kuch, mol sarflash gunoh ekanini, oxiratda hisob-kitob bo'lishini doim esda saqlashni ular ongiga yetkazish zarur bo'ladi. Alloh taolo barchamizga matbuot va axborot vositalaridan ezgulik yo'lida manfaat olishimizni va ularning zararidan omon bo'lishimizni nasib aylasin.